Assalomu alaykum yurtboshim Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men fuqaro qizingiz Abdullaeva Umidaxon Dilmurodovna. Mana bugun kechga sizni qabulingizni kutib o'tirdim. Va bu yerda portalda ichkari shu qabulxonangizdagi insonlarning biz sizning muammoyingizni yechmaymiz, sizning muammoyingizni kerakli joylar yechadi. Biz hamma arizalaringizni tashab qo'ydik degan gaplardan boshqa hech narsani eshitganim yo'q. Hurmatli yurtboshim, meni bir qabul qiling, meni bir eshiting, meni dardlarimni eshiting. Men ham shu yurtga, shu elga, shu vatanga xizmat qilsin deb bir o'g'il yetishtiryapman. Men ham shu vatanning qiziman, shu yurtning qiziman. Men sizning qizingizman. Meni boshimda otam yo'q. Menga yordam bering, iltimos sizdan o'tinib so'rayman. Men uchun, farzandim uchun meni bir eshiting, meni dardlarimga quloq soling. Men bekardan bekar kelganim yo'q. Men 37 ga kirdim. Hali hech kimdan hech qanday yordam so'raganim yo'q. 19 ga kirdi farzandim. Hech kimdan bir so'm yordam so'ramasdan katta qildim. Shu yoshimgacha hech kimning yoniga bosh urib bormadim. Endi chorasiz qolganim uchun siz oldingizga keldim. Sizdan boshqa najotim yo'q. Meni chunki men bilaman. Menga boshqa hech kim yordam bera olmaydi sizdan boshqa. Iltimos. Vaqtingizni mendan darak tutmang. O'zingizni panohingizga oling, menga yordam bering. Men boshqa hech kimdan yordam so'ra olmayman. Men tilamchilik qilishni bilmayman. Men insonlarga til yog'lamachilik qilishni, yolg'on gapirishni bilmayman. Hamisha to'g'ri gapirib, farzandimni ham to'g'ri inson qilib yetishtirganman. Sizdan o'tinib so'rayman, menga yordam bering yurtboshim.